Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Xudo xohlasa yana bir yangi obyektimizga kelib olganmiz. Tomga penalon mos qo'yish xizmati. Hozir mana ko'rib turganlaringdek materiallarni ochish jarayonidamiz. Vassali shilkani ustiga. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Video davomida batafsilroq ma'lumotlar berib o'tamiz. Mana do'stlar, ish jarayonini ham boshlab oldik. Tom qismiga chiqib oldik. Har bitta obyektga borganimizdan keyin birinchi o'rinda vassali shilipkalarni ko'zdan kechiramiz. Bu joyimiz hozir mana o'rtacha holatda, yaxshi holatda desak ham bo'laveradi. Agar vassali shilipkalar yaxshi holatda bo'lsa, ustidan shuni materialni yozamizda, penalon bozimizni ustidan quyib boraveramiz. Mana hozir bu ko'rib turganlaring pena generatori bo'ladi. Shundan hozir penasi chiqadi. Hozir zakatopga qilishyapti bolalar hozir. Bu penalon bozda asosan loy suvoqlarni o'rniga qo'yamiz. Yoki bo'lmasa yuqa bosilib qolgan eski loy suvoqlar ustidan ham quyib bersak bo'laveradi. Effekti bilinadi. 100% darajada izolyatsiyani ushlab beradi. Issiq sovuq tushadi, hasharotni o'ziga yaqinlashtirmaydi. Tarkibida haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Hozir mana shu joyimizni quyib bo'ldik. Bu joyimizga ham hozir 10 sm qilib quyib beradigan bo'ldik. Hozir quyilganiga bo'lgan bo'lsa mana 2 soat bo'ldi. Hozir ustiga ham chiqib bir qator ko'rsatib beraman. Buni quyganimizdan so'ng qanday holatda quygan bo'lsa, shunday holatda qoladi. Mana ko'rib turibsizlar, mana quridi, uji qatidi. Oyoqda izi chiqqan yo'q, yorilish yo'q. Shunday holatda qoladi. Ustiga keyin bemalol 2 tonnalik suv bachuvlarni ham olib chiqib yoki bir montaj ishlaringizni ham qilaverasiz ustida yurib. Asosan uylarga 10 sm qilib quyib beryapmiz. Effekt yaxshi bo'ladi, qancha qalin bo'lsa. Darvozaxonalarga, peshonlarga 7 sm qilib quyib beryapmiz. Mana bu apparatimiz mana hozir pena generator shu bo'ladi. Shundan penasi chiqadi. Kompressor orqali havo haydab berib, penasi chiqadi bu apparatimizdan. Do'stlar, mana hozir 160-170 kvadratida bu joyimiz. Kechga qolib ketdik. Lampochka, svetlarimizni olib chiqib olib ham ish qilyapmiz hozir mana. Qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berib o'tamiz. Mahsulotimiz tarkibi haqida gips bo'ladi, sement bo'ladi. Boya ko'rganlari videoda pena generator penasi chiqadi. Shularni aralashmasi bir boshdan quyib borilaveradi. Bu mahsulotimizni quyganimizdan so'ng uzag'i 10 minut ichida qatiydi. Ustida bemalol yursiz bo'ladigan bo'ladi. Bir xilga joylarda tomlar past bo'ladi. To'sin tashlab vassali qoqib berishgandan keyin biz quyib beramizda, ustidan ertasida bemalol yurib ustalab tomini yopishaveradi. O'zini toza holatda qurib ketishiga ozroq vaqt kerak bo'ladi. Shu 1,5 oy 2 oy vaqt ichida toza o'zini holatida qurib ketadi. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar, mana shu suyuq holatda quyiladi boshida bu mahsulot. O'zi past balandga oqib borib bemalol urug'ini ham chiqaveradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Rahmat barchaga.